Qizlar sirlashamiz rubrikasi. Agar kimnidir eri u darajada e'tibor qilmayotgan bo'lsa, telefonlar qilmasa, o'ylab qo'yinglar, telefonlar qilmasa, SMSlar yozmasa, xabar olmasa, mabodo deyman-da, mabodo. Shartta salondan yangi mashinani bosib yuboring. Onalarni emmasin, kuniga 20 marta telefon qilar ekan. 20 marta eslar ekan, 20 marta SMS yozar. Qattasan, nima qilasan? Mashina yaxshimi? Mashina tuzukmi? O'zing yaxshimisan? Parkovka qildingmi? Mahallaga to'g'ri olib kirib qo'ydingmi? Bolalar yaxshimi? Endi uni kayfini tushuntirib bera olmayman-da, Alloh. Shartta bosib yuboringlar. Iloji bo'lsa eringlar nomiga olinglar. Yaxshi bo'lib ketadi o'shanda. Keling olsin.